Ya'ni ota shunaqa narsaki, bir narsangizni qilib bermasa ham otani turganini o'zi, tirikligini o'zi yoningizda boshini shunday qimillatib qo'yganini o'zi men borman o'g'lim, qo'rqma. Bos, yaxshi bo'ladi hammasi. Yiqilasan, meni tepamga yiqilasan degan gap bo'ladi. Ota aytish shart bos, bolam, men yoningdaman, boshqaman deyish shart bos. Otani o'rni katta bo'ladi-da bu. Afsus, buni yoshligimizda bilmaymiz. Ota qadrin ota bo'lgach bilursan. Ota qadrini ota bo'lgandan keyin bilar ekanmiz-da. Otamizni qanaqa qiynalganini, qanaqa bir qiyinchiliklar chekkanini. Tirik otalarimizni Alloh salomat qilsin, o'tganlarini o'zi rahmatiga olsin. Assalomu